Yaponiyaga kelganman. 385 metrlik yangi sentr desa ham bo'ladi. Ichida mehmonxonalari bor, namoxonalari bor. Umumiy og'irligi 800 ming tonna bo'ladi. Mana shu qurib bitilgandan keyin Tokioda eng baland bino bo'ladi. Avvalo bu yerda yapon tilini bilish kerak. Bu yerga bitta to'siq qo'yamiz. Mana bu yerdan qotirilgan ikki tarafi 90 gradus bo'lib, turda qotiriladi. Hozir bu anjomlarimiz xavfsizlik uchun xavfsizlik kamari deyiladi, antenna deyiladi. 100 kilogacha ko'taradi. Biz Yaponiyada, O'zbekistonda havoza deydi, xalq tilida lesa deydi, lesa quramiz. Hozir sizlarga ko'rsatishim mumkin, qayerda nima qilganimizni. Mana shu qizil temir, o'shani ustidagi lesalarni biza qurganmiz. Bu nima uchun desa, o'sha mana suvarga qilish bo'ladimi yoki tepada nimadir ish bo'ladimi, o'sha ishni yaxshi qurib, xavfsiz qilish uchun qurilgan. O'zbekistonda ham bunaqa sistema bor, lekin bu yerdagidek mukammal. Bu yerdagi mukammalligi so'rashdan hamma narsani nomi bor. Har bir bo'lagini nomi bor. Bundan tashqari hammasi nimadir bajaradi. Nima bo'lsa ham odam jarohat olmasin. Nimadir qilmasligi maqsad. Hozir sizlar turgan joy bu yerda 385 metrlik yangi Madika bo'ladi. Sentr desa ham bo'ladi. Ichida mehmonxonalari bor, namoxonalari bor. O'shanaqa joy. Tokio Posh deydi, Tokio markatida. Umumiy og'irligi 800 ming tonna bo'ladi. Mana shu qurib bitilgandan keyin. Balandligi 385 metr. Tokioda eng baland bino bo'ladi. Mana shunaqa joyda ishlab, qanday ishlash yoki nimalar o'rganish kerak deydigan bo'lsa, avvalo bu yerda yapon tilini bilish kerak. Yapon tilini bilmasa, har tarafdan qiynaladi. Hayot ishdan tashqari hayotda ham, undan tashqari ishda. Yapon tili birinchi navbatda yapon tilini yaxshi bilsa, undan keyin yosh payti kelib, uzoq vaqtda planni qilsa, bemalol kariyera qilsa bo'ladi. Bilim olishga, tajriba orttirishga borgan sari qisib boryapti. Yosh paytidan qisib boryapti. Misol Yaponiyaga kelish uchun maktabni bitirgandan harakat qilib o'rtasa bo'ladi. Yosh payti kelib, til o'rganish oson bo'ladi, yosh payti, ko'nikish oson bo'ladi. Lekin o'sha ma'lum vaqt ishlagandan keyin hamma ham bezor bo'lishi mumkin. Bezor bo'lib qaytib kelgan taqdirda ham hech narsa yutqizmaydi. Yaxshi tajribani olib ketadi. Undan keyin qachondir yana kelib ishlayman desa, u yo'li ham ochiq bo'ladi. Albatta hamma joyda qonun bor, qoida bor. Faqat Yaponiyada o'sha qonun qoidalarga amal qilinsa, hujjatlarga hammasiga joyida amal qilinsa, uzoq muddat kariyera qilishga zo'r joy deb o'ylayman. Ularda bitta maqola bor. Doni hayti va doni ishlagan degan maqola bor. Bu degani qishloqqa kirsak, qishloq qonun qoidasiga amal qiladi. Ular o'sha narsani deyarli hammasi biladi. Men o'ylayman, o'sha narsani bizdan singdirib, qayerga borsak ham qonun qoidasiga amal qiladigan bo'lsak, menimcha hamma joyda ishimiz besh bo'lar deb o'ylayman. Hozir bu anjomlarimiz xavfsizlik uchun xavfsizlik kamari deyiladi, antenna deyiladi. Yo'lga chiqqanda buni qatib ishlaymiz. Nima bo'lsa tushib ketmadi. Bu agar tushib ketgan taqdirda 100 kilogacha ko'taradi. Yana kerakli kalitlar bu yerda eng asosiysi impaktor deydi, o'zimizda drill deb bilganimiz shurpani o'rganganmiz. Mana shuni ishlatamiz. Hamma joyda bolt bilan, nima bilan ishlatiladi. Metrni va bu yerga taqtirganman, olishadi, oson bo'lishi uchun. Orqada qo'shib turadi. Deb o'sha xizmatga. Men ularni tanlash jarayonida shaxsan o'zim O'zbekistonga borib suhbat qildim.
Birinchi bo'lib sezganim yoshlarning ishtiyoqi juda balandligi bo'ldi. Yaponiya iqtisodiyotidagi noaniqliklar sabablimi, odamlar biroz tushkun bo'lib qolgan. Ammo O'zbekistonda aksincha, yoshlar dadil, g'ayratli, kelajakka katta umid bilan qaraydi. Bu menda juda ijobiy taassurot qoldirdi. Ular Yaponiyaga kelib, ish boshlagach, yanada amin bo'ldikki, o'zbekistonlik kadrlar nihoyatda mehnatsevar. Ular ishni sababsiz qoldirishmaydi. Intizom va mas'uliyat darajasi juda yuqori. Yana bir yaxshi tomonini aytadigan bo'lsam, kompaniyamizda boshqa xorijiy davlatlardan kelgan stajyorlar ham faoliyat yuritadi. Lekin boshqa davlat ishchilari bilan solishtirganda o'zbekistonliklarning yapon tilini o'zlashtirish darajasi ancha yuqori deb o'ylayman. O'zbekiston azaldan Yaponiyaga xayrixoh davlat bo'lgani uchunmi, birinchi suhbatdayoq ko'pchilikda N4, N5 darajasi bor edi. Masalan, sizlar intervyu olayotgan Samandarning yapon tili darajasi haqiqatan ham juda yaxshi va u bilan bir-birimizni bemalol, hatto so'zsiz tushuna olamiz. Shu jihatdan olganda, bu juda katta yutuq deb o'ylayman. Hozir Yaponiyada shunaqaki, mana shu ip bog'lash, qayergadir sim bog'lash, ahvol bog'lashni bizda hamishimiz jonimiz deydi. Nimaga deganda asosiy narsalar ishlab turadi. Ham o'shanga ham alohida nomlar berib, menimcha shu kitoblarni ham bo'lsa kerak, bog'lash usullari. Hozir bitta bog'lash ko'rsatamiz. Montaj deydi, bir tortishni yigiladigan usul. Bitta usulligi 6 sm bu sotiladi. Bir ishlatgandan keyin bitta tashlaymiz. Xavf rangi bor, kerak o'zini ishlatiladigan joyi bor. Hozir men bitta bog'lash usulini ko'rsataman. Montaj deydi, bog'lash. Mana shunday bog'laymiz. Keyin buni misol yechish mumkin, almashtirish mumkin. Dayro deydi, nima bor? Materiallar, qurbonlar, temirlar, o'rlar hammasi ijaraga olingan. O'sha ijaraga olingandan keyin ishlatib bo'lingandan keyin qaytariladi. Mana bitta tortsa o'zi yechiladi. Buni 3 ta 4 xil usulini ishlatamiz. Keyin sim bog'lashning alohida usullari bor. Xullas, O'zbekiston bilan solishtirish deydi, ko'pchilik o'sha haqida hozir aytib o'taman. Misol Yaponiyada yoki rivojlangan davlatlarda xavfsizlik bunday deydi. Bu xavfsizlikni hammasi firmaga, kompaniyalarga juda qimmat bo'lishi. O'sha materiallarni olish, xavfsizlik usullari, to'rlar, hamma narsa juda qimmatga tushadi. Undan tashqari O'zbekistonda nimaga unaqa emas deydi, lekin ikki taraf ham xaridor ham o'sha qo'yayotgan nima qilish kerak? Bir yaxshi hisob-kitobni tushunib olish kerak. O'sha xavfsizlikka ta'minlayaptimi? Demak, qaysidir tarafga xarajatga tushadi, albatta. O'sha narsani ham hozir ijtimoiy tarmoqda ham kim ketirgan bo'lsa, o'zi xavfsiz bo'lmaydi, lekin o'sha narsani hisobga olish kerak, albatta. Hozir biza mandaga o'tish xavfliligi bo'lgani uchun bu yerga bitta to'siq qo'yamiz. Bularda mana shu turba bilan mana shu cho'qqi deydi. Cho'qqi qo'ramdi deydi. Yaponcha to'siqda yo'q bularda. Mana shu narsa hamma joyda ishlatiladi. Bu shunaqaki, mandadan qotirilgan ikki tarafi 90 gradus bo'lib turba qotiriladi. Hozir sizlarga qotirib ko'rsataman. Bu aylanadigan turba. O'sha 90 gradusga mos tushmagan joylarga mana shu mos tushib ketadi. Hozir qo'yib ko'rsataman. Bu mana qo'yiladi, sal ko'tarilib, salgina qotirib qo'yamiz. Lekin mana 1 metrlik turba, bu yerda shu metrovay turbalar bor, eng uzuni 4 metrlik ko'p ishlatamiz. Birinchi bu yerga qotiramiz, o'zi bu yer moslashadi. Ancha tashib olasiz.
buni uruvenni ham ko'rardik. Mana uruvenni ham ko'rardik. Ortiga ham hammamiz bilamiz, misol ko'pchilik Rossiyaga yo boshqa davlatga boradi. Yaponiyani boshqa davlatdan farqi yotoqxonani kelishidan o'sha ishchi kelishidan oldin bronz qo'yiladi. O'sha firmaning yotoqxonasida yotadi. Yotoqxona bunaqa tasavvuringizdagi yotoqxona emas, o'sha bitta uyda arendaga olib yashash uchun alohida. Biz hozir 3 kishi yashaydigan bo'lsak, uchamizga alohida bitta kvartira, bitta oshxona, o'shanaqa sharoitni bergan. Bundan tashqari boshqa firmalarda bormi yo'qmi bilmadim, bizga guruch ham olib beradi. Misol asosiy bu yerda yegulik guruch. O'sha bir olib berishda 40 kilo, 50 kilo guruch olib beradi. Tugashi bilan aytsak, yana olib kelib beradi. O'sha tomoni plyus bizga oyligimizga ham, pulga ham ancha yordam qiladi.